Ba'zilar hayron bo'lib so'rashadi. Nega endi yer yuzida musulmonlar bitta mazhab, bir yo'lda emas, balki bir qancha mazhablarga, yo'llarga bo'linib ketishgan. Ahli sunna va jamoani o'zini ichida fiqhiy masalalarda 4 ta mazhab bor. Bitta bo'lsa bo'lmasmidi deb hayron bo'lishadi. Aslida bu azizlar yana bir karra Allohning mehribonchiligi, yana bir karra islom fiqhini naqadar kengish va mukammal ekanligidan dalolat beradi. Fiqhiy mazhablar Hanafi, Maliki, Shofi'i va Hanbali mazhablari, bularning barchasi ahli sunna va jamoa vakillariga tegishli bo'lgan, barchasi to'g'ri bo'lgan, barchasi qabul ko'rgan mazhablar ekanligida shubhamiz yo'q. Shunday emasmi? Ammo lekin oradagi farqliliklar dini islomni qonunchiligini, fiqhini insonlar uchun yanada qulayligini ko'rsatadi. Malikiylar o'zlari yashab turgan yurtlarda, o'zlarini, ya'ni siz biz bilmaganimiz ba'zi nozik jihatlaridan kelib chiqqan holatda Imom Malik fatvolar berdilar, yo'l ko'rsatdilar, Qur'on va sunnatni asos deb bildilar. Ayni shaklda Imom Ahmad, Imom Shofi'i va ularning barchalarini ustozlari bo'lmish eng qadim mazhab Hanafi, Imom Abu Hanifa rahimahumulloh jami'an, Alloh barchalarini o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ixtilafu ummati rahma, meni ummatimni orasidagi bu kabi xiloflar rahmatdir deb marhamat qilgan so'zlaridan tushunsak bo'ladiki, bu ham bir yengillik, bu ham bir qulaylik, bu ham har bir mazhabni yoyilgan mintaqasida shu mazhab ergashuvchilari uchun bir Allohning rahmati ko'rinishi ekanligini ko'ramiz va bilamiz. Aslo va aslo mazhablar orasidagi bu ixtilofni qarama-qarshilik deb tushunmaylik. Balki bu ixtiloflar, bu xiloflar ixtilafu tanavvu, xilma-xillik xiloflari, parallel shaklda davom etadigan, bir-biriga aslo hech bir shaklda qarshi kelmaydigan, balki bir-biri bilan yonma-yon do'stona davom etadigan mazhablar, bu mazhablar azizlar.